Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Savol qibla haqida ekan. Namozda qiblani qanday topamiz? Gohida mana bu hozirgi elektron jihozlarga qarasak, bularda qibla ko'rsatkichi har xil ko'rsatyapti. Shuning uchun bu elektron jihozlarga odatda suyanish ham qiyin. Chunki ular ishlaydi, ishlamaydi, qaysi to'g'ri ishlaydi, qaysi to'g'ri ishlamaydi. Bu narsalar katta shubha ostida. Qiblani topishlik aslida namozda katta muhim narsa. Namozning rukunlaridan, shartlaridan biri bu. Xuddiki tahorat namozning sharti bo'lganidek, qibla topish ham namozning shartlaridan. Bunda eng yaxshi usul atrof muhitdagi insonlardan so'ralishligi. Ya'ni shu qibla qayerda deb. Endi bu qachon foyda beradi? Shu qibla degan narsani tushungan bir insonlar bo'lsa-da atrof muhitda, o'shanda foyda beradi. Agar endi atrof muhitda qibla degan narsani tushungan odamlarda o'zi yo'q bo'lsa, bu narsa foyda bermaydi. Bu narsada endi inson jihatda so'rashligi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham qiblani topish uchun inson sal bir mana bu geografiyadan xabardor bo'lish kerak. Bo'lmasa hech qachon qiblani topa olmaydi. Bu jihozlarga suyanib, faqat shungagina suyanib ibodat qilishlik katta shubha ostida dedik. Sal bo'lsa ham shu geografiyadan xabardor bo'lib, jihatlardan xabardor bo'lib, izlanib namoz o'qish kerak. Ijtihod qilib qiblani topsa, haqiqatda yuqoridagi jihatlardan xabardor bo'lib ijtihod qilsa, shunga qaramasdan keyin adashsa, ana u inshaalloh kechiriladi deb umid qilsak bo'ladi. Chunki bu odam ijtihod qildi. Lekin hech narsadan xabar topmasdan taxminan shu joyda o'qishlik bu yaxshi emas. Bu odam ijtihod qildi ham deyilmaydi, chunki bu bir jihozga suyanib qo'yish ham bu ham deyarli ijtihod deyilmaydi. Shuning uchun inson jihatlarida xabardor bo'lsa, qiblani topish oson. Qanday jihatlar desa, mana sharq, g'arb, janub, shimol degan narsalardan inson bilib olish kerak. Ya'ni sharq qayer, g'arb qayer, janub qayer, shimol qayer yoki masalan shimoliy sharq, janubiy sharq deyiladi. Bu narsalardan ozgina bo'lsa ham inson xabardor bo'lib qo'yish kerak. Bu dini uchun. Qiblani qanday topaman desa, ma'lumki qibla deyarli yerning eng markazidagi joy. Shunga qarab tovoladi. Masalan, inson mashriqdagi davlatlarda yashayapti. Qiblaga nisbatan mashriq bo'lgan davlatlarda yashayapti. Qiblaga nisbatan mashriq bo'lgan davlatlar shu qiblada mana xaritadan qarasin. Keyin mashriq quyosh chiqar tomonga qarasin. Ka'badan boshlab uzoqlashib ketaveradi. Ka'badan boshlab uzoqlashib ketaveradi. Ya'ni quyosh chiqadigan mashriq tomonga qarab. Ka'badan keyin bu yog'i Saudiya yarim oroli mutlaqo, undan keyin Hindiston, Pokiston va yaqinlashib kelaveradi bizga qadar. Afg'oniston, O'zbekiston, keyin Qirg'iziston, Tojikiston, u yog'i Xitoy, keyin u yog'i Koreya, Yaponiya, hammasi bu Ka'baga nisbatan nima deyiladi? Sharq deyiladi. Mana bu davlatlar hammasi Ka'baga nisbatan sharq deyiladi. Chunki haqiqatda sharq tomonda-da. Biz hozir bu davlatlarni misol qilib aytdik xolos, faqat shular emas, mana shu turkumdagi davlatlar hammasi Ka'baga nisbatan sharq tomonda. Endi bir inson demak shu yuqoridagi davlatlarda bo'lsa, u davlatlardagi Ka'bani, ya'ni sharqi tomondagi davlatlardagi insonga nisbatan qibla g'arbda bo'ladi. Tushunarli bu narsa. Yoki endi Ka'badan g'arbga qarab ketamiz. Makka bo'lsa, Makkadan keyingi davlatlarga, ya'ni Saudiyadan keyingi davlatlarga qarab ketaveramiz. Bu yog'i keyin Misr, uni yonida keyin Liviya, keyin Jazoir, Mag'rib va hokazo ketaveradi. Bu yog'i g'arb. Mana bular hammasi keyin u yog'i okeandan u yog'i ham u Shimoliy Amerika va hokazo. Bular hammasi nima? G'arb davlatlari. Makkada turgan insonga nisbatan g'arb bo'ladi. Endi o'sha g'arb davlatlarida turgan insonlar bularga qibla qayer bo'ladi? Sharq bo'ladi. Tushunarli bu ham. Xuddi shuningdek, endi Ka'badan pastga qarab ketamiz. Ka'badan pastga qarab ketsak, Makka bo'lsa, Makkaning tagida keyin mana bu boshqa davlatlar kelaveradi. Uning tagida Yaman, keyin uning tagida yana davlatlar davom etaveradi. Bu Avstraliya va hokazo. Boshqa ko'p davlat yo'q o'zi. Ka'bani, ya'ni Saudiya Arabistonining tagida bu yoqda to'g'ridan to'g'ri. Keyin mana bu Afrika davlatlari bor. Uni pastida
Bu Sudan bo'ladimi, Somal bo'ladimi va hokazo. Keyin bu yerdan orollar, Madagaskar oroli va boshqa hokazo, Avstraliya va shuni orasidagi orolchalar. Bular hammasi nima deyiladi? Bular hammasi Ka'baga nisbatan janub deyiladi. Endi demak, shu janubda turgan odam jihatni bilib oladida, qayerga qarab o'qiydi namozni? Shimolga qarab o'qiydi. Xuddi shunday, endi Ka'badan yuqoriga qarab ketamiz. Ka'badan yuqoriga qarab. Ka'ba turgan bo'lsa, Ka'badan yuqoriga qarab ketsak, u yog'i Madina. Madinaning tepasida keyin Shom yerlari va hokazo ketaveradi. Turkiya, uni usti va keyin u yog'i Ukraina, u yo'ning tepasi keyin Italiya bo'ladimi, Polsha, boshqa hokazo. Bular to o'sha Shimoliy Muz okeanga qadar davom etadi. Shimol deyiladi. Bular hammasi nimaga qadar? Ka'baga qadar shimoliy davlatlar deyiladi. Endi o'sha shimoliy davlatlarda turgan inson qiblani topmoqchi bo'lsa, qayerga qarab namoz o'qiydi? Janubga qarab namoz o'qiydi. Mana shu 4 jihat bo'ldi hozir. Biz hozir bu 4 jihatni umumiy suratda shimol, janub, sharq, g'arb qilib bir tushuntirdik. Endi yuqoridagi masala ham bor. Shimol sharq, janubi sharq degan masalalar. Ya'ni bu nima degani? Shimol sharq, janubi sharq degan masalalar. Ya'ni shimol tomonda-yu, lekin faqat shuni nima tomonida? Sharq tomonida degani. Shimol, lekin sharq tomonida. Masalan, Ka'bani olsak, Ka'bani ustida qarab yuqoriga qarab chiqsak, yuqorida aytganimizdek Madina yoki yuqorida yana Turkiya degan davlatlar keladi xaritada. Endi shular shimol. Shu shimoldan endi sharqqa qarab davlatlar borgohida, masalan, Iroq bor. Ya'ni shimol Madinaga, Makkaga nisbatan. Faqat o'shani sharqroq tomonida. Iroq bor, Eron bor. Uni ustidagi davlatlar, masalan, Qozog'iston, uni ustidagi yoki yonidagi Turkmaniston degan davlatlar. Bular to'g'ridan to'g'ri shimol emas, Makkaga nisbatan. Qanaqa shimol? Sharq tomonidagi shimol. Bularni nima deyiladi? Shimoliy sharq deyiladi. Endi bu insonlar shunga qarab endi burilishini o'zgartiradi. Ya'ni masalan, yuqoridagi sharqda turgan davlatlar to'g'ri g'arbga qaramaydi-da. Shu yuqorida sharqda turgan davlatlar g'arbga qaraydi dedik. Bular endi to'g'ri g'arbga qaramaydi. G'arbni janubroq tomoniga qaraydi. Janubi g'arb, ya'ni janubi g'arb deyiladi. O'sha tomonroqqa qaraydi. Va hokazo, mana shunaqa qilib yerda har burchagida bo'lgan odamlar shu qiblani taxminan ijtihod bilan topa oladi. To'g'ri qiblani topolmasa ham taxminan ijtihod bilan topadi. Bu kifoya inshaalloh. Chunki Alloh subhanahu va taolo oyatda "Favalli wajhaka shatrul masjidil harom." Yuzingizni Masjidil Harom tomonga qarating degan. Ya'ni aynan yer dunyoning nagi chekkasida bo'lgan odam Masjidil Haromni o'zini topishligi shart emas, shu tomonga qaraydi. Qibla hukmi shunaqa. Ka'bani oldida turgan inson Ka'baga qaraydi. Ka'baning tashqarisida turgan odam masjidga qaraydi, Masjidil Haromga. Mutlaqo Makkadan tashqarida turgan odam Makkaga qaraydi. Mutlaqo Saudiya yeridan tashqarida turgan odam mutlaqo shu Saudiya tomonga qaraydi. Va hokazo, mana shunaqa bo'lib hukm kengayib boraveradi, ya'ni. Shuning uchun eng yaxshi yo'li mana shu jihatlarni bilib olib, inson shunga qarab ijtihod qiladi. Endi jihatlarni qayerdan topadi desa, quyoshga qarab topadi. Quyoshni botish joyi, quyoshni chiqish botish joyini topgan inson bu to'rtta jihatni topa oladi. Quyosh qayerdan chiqayotgan bo'lsa, sharq. Quyosh qayerga botayotgan bo'lsa, g'arb. Quyosh chiqayotgan joyni turgandagi bu insonni o'ng tomoni nima deyiladi? Quyosh chiqayotgan joyda turgan insonni o'ng tomoni bu shimol deyiladi. Quyosh botayotgan joyda turgan insonni bu chap tomoni esa quyosh botayotgan mag'ribda turgan insonni, ya'ni chap tomoni bu janub deyiladi. Va hokazo. Mana shunaqa qilib bu inson jihatlarni bilish orqali mana bu Ka'bani taxminan topishligi mumkin. Bu eng yaxshi yo'li mana shu. Quyosh botayotgan joyni, quyosh chiqayotgan joyini qaraydi-da, o'shandan keyin ijtihod qilib Ka'bani yo'lini topa oladi. Bu shunchaki mana bu hozirgi jihozlarga suyanishdan yaxshiroq. Yoki bo'lmasa inson kompas olib yuradi. O'sha kompasda ham g'arb qayerda, sharq qayerda, o'shani o'rganib oladi. Kompas o'shani ko'rsatadi. G'arb qaysi tomon, sharq qaysi tomon masalan, yoki janub qaysi tomon, yoki shimol qaysi tomon, o'shani ko'rsatadi. O'shanga qarab bu inson keyin Ka'bani bir ijtihod qilib tavasa bo'ladi. Vallohu alam.